Assalomu alaykum, hurmatli bobo dehqonlar. Mana sizlarga yana bitta yaxshi yangi urug'imiz keldi. Shu haqida ma'lumot beramiz. Xudo xolasa, bu urug'imiz ko'p joylarda ekilgan, natija zo'r bo'lgan hamda biz o'sha turklarga murojaat qildik. Xalqimizga yoqdi, dehqonlarga yoqdi, bizga qilib beringlar deb. Bugundan urug'larimiz kelishni boshladi. Mana urug'imiz o'sha pachkada F1. Bu bodring urug'imizda nomi Giza F1 urug'i. Bu ham o'tgan safar Starvay haqida gapirib o'tdik. Starvayga o'xshagan tez pishar, o'shanaqa 25-30 kunlik, meva o'ta jozibador, nima desa bo'ladi? Qoramtilanmas, rasochanmas, to'q yashil, yaltiroq, palaylari o'ta baquvvat, maydabak, ildiz tizimi ham baquvvat. Buni nafaqat o'zim, u Starvayda men o'zim sinaganman. Buni juda ko'p dehqonlar, mana Samarqandda Paxtachi tumanida ekildi. O'zimizda Farg'ona viloyatini Dang'ara tumanida hamda Rishton tumanlarida ekildi. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasida ham ekildi. Natijalar zo'r bo'ldi, hosildorlik zo'r. Ayniqsa sizlarga video qo'yib ketamiz, shu gaplarimiz orasida video qo'yib ketamiz. Assalomu alaykum, Baxtiyor aka. Mana Giza mana ekan. Bugun 4-dekabr, 3-dekabr mana shunaqa. Mana shular ponni gizalar. Mana shular monolaru, mana monolaru. Ular endi alirasa quyapti. Mana ekan. Mana ekan. Mana. Mana bodringchalar. Nasib bo'lsa, Giza urug'imiz Turkiya gibridi hosillari keling mana. Bu plangan tayida bo'lyapti bir qator. Mana. Nasib bo'lsa mana zo'r bo'lyapti. Bodring qop-qora chiroyli, yaltiroq. O'sha videolar 4-3-dekabr kuni mana shu Giza ekilgan teplisadan olingan, ya'ni qish kunida olingan hosillarini ko'rasizlar. U hozir videoni ichiga qo'yib ketiladi. Xullas, bu urug'imiz ham cheklangan, ortiqcha ko'p kelmayapti. Bemalol murojaat qilib, mana shu telefon raqamimizga murojaat qilib so'rayverasizlar. Narxlari ham hamyonbop. Men Qoraqalpog'istondanman, men Qirg'izistondanman, men Vohadanman deb o'ylamanglar. O'zbekistonda istalgan joyiga yetkazib beramiz. Qirg'izistonliklar bilan ham xudo xolasa kelishib turib, aytilgan joylariga yetkazib berishni harakatini qilamiz. Hurmatli bobo dehqonlar, 2026-yilda sizlarga omad tilaymiz. Yangi yaxshi mana shunaqa urug'lardan ekinglar. Yaxshi urug'lar daromad manbaidir. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.